Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mutaxassislikka kirish fanidan navbatdagi mavzumiz psixolog faoliyatini nazorat qiluvchi axloqiy me'yorlar va etik tamoyillar deb nomlanadi. Bugungi mavzumiz rejalari bilan tanishadigan bo'lsak, birinchi rejamiz psixologning majburiyatlari, maqsad va vazifalari va tadqiqotchi, amaliyotchi va pedagog psixolog misolida ko'rib chiqamiz. Ikkinchi rejamiz psixolog faoliyatini etik muammosi, kasbiy me'yorlarini o'ziga xosligi haqida gaplashib o'tamiz sizlar bilan. Uchinchi rejamizda psixolog kasbiy faoliyatida professional turg'unlik, ya'ni stagnatsiya masalalari haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi mavzumizda pedagog, tadqiqotchi va amaliyotchi psixologning kasbiy majburiyatlari, etikalari, vazifalari haqida gaplashishdan oldin umumiy holatdagi maqsad va majburiyatlari haqida ham gaplashib o'tsak, endi psixologlarning umumiy maqsadlari bu barcha psixologning inson ruhiy holatini o'rganish, tushunish va uni yaxshilashga ko'maklashishdan iborat. Asosiy majburiyatlari esa inson ruhiyatini chuqur tahlil qilish, shaxs va guruhlar psixologik xususiyatlarini aniqlash, psixologik muammolarni bartaraf etishda yordam berish. Keyingisi profilaktika, psixokorreksiya ishlarini amalga oshirish. Keyingisi esa etika va maxfiylik qoidalariga rioya qilishdan iborat ekan. Endi tadqiqotchi sifatida, ya'ni ilmiy psixolog faoliyati bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, ilmiy psixologning, tadqiqotchi psixologning maqsadi bu psixologiya fanini rivojlantirish asosiy maqsadlaridan biri va o'sha fanning muammolarini ilmiy tarzda ilmiy tadqiqotlar o'tkazib o'rganish hisoblanadi va yangi nazariyalarni ishlab chiqaradi, ilmiy asoslangan metodlarni yaratish va takomillashtirish ham umumiy maqsadlariga kiradi. Vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, tadqiqotlar o'tkazish, ya'ni eksperimentlar, kuzatishlar, testlar o'tkazishdan iborat ekan. Keyingi vazifasi olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va xulosa chiqarish. Ilmiy maqolalar va hisobotlar tayyorlash ham vazifalarining bir qismi hisoblanadi. Psixologik modellar va nazariyalarni sinovdan o'tkazish ham tadqiqotchi psixologning asosiy vazifalari qatoriga kiritsak bo'ladi. Tadqiqot etikasiga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni tadqiqotchi psixologlar tadqiqotda ishtirok etishdan oldin ma'lumotlarni to'playdilar va ularni tahlil qilishda etik normalarga amal qilgan holda tahlil qiladilar. Ma'lumotlarni himoya qilish kategoriyasida psixologlar ishtirokchilarning shaxsiy ma'lumotlarini har doim maxfiy saqlaydilar va ularning roziligini olishlari zarur bo'ladi. Bu tadqiqotlarning asosiy etik qoidalaridan biri hisoblanadi. Ya'ni bu etik qoida tadqiqotchi psixologlarga xos ravishda ishlab chiqilgan. Natijalarni ta'sir etish. Psixologlar tadqiqot natijalarini taqdim etishda ularning ishonchliligi, validligini ta'minlash uchun ehtiyotkorlik bilan yondashishlari kerak bo'ladi. Endi madaniy moslashuvni ham inobatga olishlari kerak bo'ladi. O'zbekistonda psixologlar tadqiqotlarida milliy madaniyat va an'analarni hisobga olish, etika va professional mas'uliyatni kuchaytiradi. Ikkinchi nimamiz psixolog sifatida yo'nalishimiz bu praktik psixolog, ya'ni amaliyotchi psixolog sifatida maqsad vazifalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni amaliyotchi psixologning asosiy maqsadlari bu insonlarga real hayotdagi psixologik muammolarni yengishda yordam berish hisoblanadi. Shaxsiy rivojlanishni esa qo'llab-quvvatlaydilar. Endi vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, asosiy vazifalari bular konsultatsiyalar, mijozlar bilan suhbatlar o'tkazish, keyin diagnostik testlar va suhbatlar orqali muammoni aniqlash kiradi, psixokorreksiya va psixoterapiya metodlaridan foydalanish, stress, depressiya, fobiya va boshqa psixik holatlar bilan ishlash
asosiy vazifalarining tarkibiy qismlariga kiradi. Amaliyotchi psixologlarda etik standartlar tushunchasi bor. Etik standartlar psixologik amaliyotda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu psixologlarning professional faoliyatini boshqarish va ularning mas'uliyatini belgilaydi. Psixologik amaliyotga ehtiyojda psixologlar etik standartlarga amal qilish orqali mijozlarning ehtiyojlarini to'g'ri anglaydilar, ularning huquqlarini himoya qiladilar va xalqlar madaniy qadriyatlarini hisobga oladilar. Etik qiyinchiliklar ham mavjud bo'ladi. Amaliy psixologlar faoliyatida, amaliy psixologiyada etik muammolar ko'pincha yuzaga keladi. Bu psixologlarda qaror qabul qilishda, o'z amaliyotida madaniy kontekstni hisobga olishlari lozim bo'ladi. Pedagog psixolog hisoblanadi, ya'ni psixolog o'qituvchi sifatida faoliyat olib borganda qanday maqsad va vazifalarni aniqlashtirib olishi kerak bo'ladi. Asosiy maqsadi bu psixologiya fanini boshqalarga o'rgatish hisoblanadi, ya'ni pedagog psixologning maqsadi va yangi psixologlarni tayyorlash. Vazifalariga keladigan bo'lsak, ma'ruzalar o'qish va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish bu asosiy vazifalari qatorida turibdi. Keyingisi talabalarni nazariy va amaliy bilimlar bilan qurollantirish kiradi. Keyingi vazifasi o'quv dasturlarini ishlab chiqish, metodik materiallar tayyorlash. Talabalarning yoki o'quvchilarning psixologiyasini o'rganish va moslashishlariga yordam berish kiradi. O'qituvchi psixologlar talabalarga psixologik bilimlarni yetkazishda muhim rol o'ynaydi va ularning shaxsiy o'sishiga hissa qo'shadigan inson hisoblanadilar. Etik majburiyatlariga keladigan bo'lsak, pedagog psixologlar talabalarning xavfsizligini ta'minlash va ma'lumotlarni adolatli yetkazish bo'yicha etik majburiyatlarga ega. Bu ularning kasbiy ishonchliligini oshiradi. Qiyinchiliklar va yechimlarga keladigan bo'lsak, bu pedagog psixologlar ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. O'z ish jarayonida, masalan, talabalarning madaniy farqlari, bunday holatlarda innovatsion yondashuvlar yordamida yechimlar topish zarur bo'ladi. Psixologlarning umumiy qaysi yo'nalishda ishlaydigan bo'lsa ham, etik qoidalariga to'xtaladigan bo'lsak, bu o'zi etik qoida, ya'ni etik norma bu psixologik faoliyatni yuritishda amal qilishi lozim bo'lgan axloqiy me'yorlar va kasbiy tamoyillarning majmuasini tushunamiz. Ushbu qoidalar psixologning mijozlar, hamkasblar, jamiyat va kasb bilan bo'lgan munosabatlarida halollik, ishonch, xolislik va mas'uliyatni ta'minlaydi. Aynan mana shu normalarni umumlashtirgan holda etik qoidalarga amal qilishimiz lozim bo'ladi. Etika qoidalarining birinchisi bu, ya'ni maxfiylik, ya'ni konfidensiallik deb ham nomlanadi. Maxfiylikda psixolog mijoziga oid barcha ma'lumotlarni sir saqlashi shart va zarur hisoblanadi. Mijoz roziligi bo'lmasa, hech bir insonga ma'lumotlarni uchinchi shaxsga aytish mumkin bo'lmaydi. Faqat hayotiga xavf tug'diruvchi holatlar bundan mustasno hisoblanadi. Keyingi etika qoidalarimiz bu rozilik. Ya'ni psixolog har qanday psixologik xizmatni ko'rsatishdan oldin mijoziga bu xizmatning mohiyati, davomiyligi, mumkin bo'lgan xavflari, foydalari haqida to'liq tushuntirish va ma'lumotlarni berishi kerak bo'ladi va mijozning roziligini olishi kerak. Keyingisi kasbiy kompetensiya. Ya'ni psixolog o'z bilim va ko'nikmalariga mos sohalarda xizmat ko'rsatishi lozim, malaka oshirish, yangiliklardan xabardor bo'lib turishi mumkin hisoblanadi. Keyingi etika qoidalarimiz bu ziyon yetkazmaslik. Psixolog o'z mijoziga har qanday holatda ham ziyon yetkazmasligi kerak bo'ladi. Psixolog o'z faoliyati orqali ruhiy, iqtisodiy, jismoniy zarar yetkazmasligi lozim. Xolislik va diskriminatsiyadan xolilik. Ya'ni irqi, jinsi, diniy qarashlari, millati, yoshi,
jinsiy orientatsiyasi yoki boshqa belgilari bo'yicha kamsitish mutlaqo taqiqlanadi. Har bir mijozga hurmat bilan yondashish kerak bo'ladi. Foyda yetkazishda har doim mijozning foydasini ko'zlab ish yuritish lozim bo'ladi psixolog. Keyingisi empatiya. Psixolog mijozning hissiyotlari, fikrlari, tajribalarini chuqur tushunishga harakat qilish kerak. Bu yondashuv mijozning ichki dunyosiga hurmat bilan qarash va uni baholamasdan tinglashni nazarda tutadi. Keyingisi mas'uliyat. Ya'ni psixolog o'z harakati va qarorlari uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Shuningdek, o'zining kasbiy chegaralarini yaxshi bilishi va kompetensiyasiga to'g'ri baho bera olishi zarur hisoblanadi. Professional munosabatlar, ya'ni mijoz bilan psixolog chegaralangan kasbiy munosabatlarni, ya'ni kasbiy chegaralarni har doim saqlashi zarur bo'ladi. Shaxsiy yoki romantik munosabatlar bu etik me'yorlarga zid munosabatlar hisoblanadi. Keyingisi psixologik tashxis va aralashuvda aniqlik. Psixolog tashxis qo'yishda ilmiy asoslangan usullardan, fikrlardan foydalanishi kerak. Noto'g'ri tashxis yoki samarasiz aralashuvdan har doim qochishi lozim bo'ladi. Hujjat yuritish ham asosiy tamoyillarni tarkibiga kiritilgan. Har bir sessiya yoki xizmat haqida tegishli hujjatlar rasmiy va qonuniy talablar asosida yuritish lozim bo'ladi. Ya'ni biz o'zimiz olib borayotgan ishlarimizni rasmiylashtirib, hujjatlashtirib borishimiz ham kerak bo'ladi. Boshqa mutaxassislar bilan hamkorlik. Bu ham etika qoidalarining birisi hisoblanadi. Zarur holatlarda psixolog boshqa mutaxassislar, ya'ni o'zining kasbdoshlari yoki boshqa psixiatr, shifokor va hokazo bo'lishi mumkin. Bular bilan hamkorlikda ishlashi mumkin. Lekin bu ham etik chegaralar doirasidan chiqmagan holda amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Psixologik qiyinchiliklar, ya'ni etik muammolar, psixologik amaliyotda yuzaga keladigan qiyinchiliklar haqida gaplashadigan bo'lsak, psixologlar ko'pincha mijozlarning his-tuyg'ularini to'g'ri tushunish va ularga mos ravishda javob berishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin bo'ladi. Etik qarorlarida etik me'yorlarga muvofiq qarorlar qabul qilish zarurati, psixologlarning professionalligi va mijozlarning aloqalarining murakkablashtiradi. O'zbekistondagi madaniy xilma-xillik psixologlarning turli etnik guruhlar bilan ishlashda muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu esa amaliyotga ta'sir qiladi. Madaniy farqlar bu borada katta ahamiyat kasb etadi. Endi psixologiya sohasida professional turg'unlik, ya'ni stagnatsiya masalasiga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, professional turg'unlik bu psixolog kasbiy faoliyatida professional turg'unlik, ya'ni stagnatsiya. Bu psixolog o'z ish faoliyatida rivojlanishi, yangilikka intilish, kasbiy o'sish kabi jihatlarini vaqtinchalik yoki uzoq muddatli to'xtab qolish holati hisoblanadi. Bu holat psixologik charchoq, motivatsiyaning pasayishi, ishdan qoniqmaslik, kreativ fikrlashning kamayishi kabi belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Kasbiy motivatsiyaning pasayishi, ya'ni psixolog o'z ishidan zavq olmaydi va maqsadlarini yo'qotadi. Bu ham professional turg'unlikka asosiy sababchilardan biri hisoblanadi. Endi yangilikka bo'lgan qiziqishning susayishi, ya'ni psixolog o'z kasbida har doim yangilikka intiluvchan, yangilikka ochiq bo'lishi kerak. Agar qiziqishlarning susayishi bo'lsa, bu yangi usullar, ya'ni texnologiyalar, ilmiy yondashuvlarga nisbatan befarqlik kuzatiladigan bo'lsa ham, bu professional sohada turg'unlikka sababchi bo'lishi mumkin. Ijodiy fikrlashning kamayishi, ya'ni ishda bir xil yondashuvlarni takrorlash, yangiliklarni kiritmaslik ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Emotsional charchoq va ruhiy tushkunlik, ya'ni
mijozlarga yordam berishdagi ichki kuchning pasayishi. Bu ham o'z kasbimizga bo'lgan intilishni, mehr-muhabbatni pasaytirib yuborishi mumkin. O'z-o'zini shubha ostiga qo'yish. Men foydali emasman, ishim natija bermaydi degan fikrlar ham ko'pincha bu professional turg'unlikka sababchi bo'lishi mumkin ekan. Endi turg'unlikka olib keluvchi omillar haqida to'xtaladigan bo'lsak, haddan tashqari ish yuklamasining ko'pligi, ya'ni ish ko'lamining kengligi ham bunga sababchi bo'luvchi omillarning eng yuqorisida, birinchisilarda turadi. Psixologik tayyorgarlikning yetarli emasligi ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Doimiy ravishda salbiy hissiyotlarga duch kelish, ya'ni mijozlarning muammolari bilan aralashib yurish ham bu turg'unlikka olib kelishi mumkin bo'ladi. Murojaat qiluvchilarda ijobiy natijani ko'rmaslik, ya'ni har bir psixolog mijozlar bilan ishlar ekan, o'zining mijozidagi ijobiy natijalarni ko'rib turish kerak. Bu narsani ko'rmaslik, ijobiy natijani ko'rmaslik esa turg'unlikka sababchi bo'lishi mumkin. Superviziya va kasbiy yordamning yetishmasligi ham sabab bo'lishi mumkin. Har doim biz o'sib va rivojlanishimiz uchun biz boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda aloqalarni doimiy ravishda olib borishimiz kerak va ustoz-shogird an'anasi misolida ustozlarimizdan bilimlarni olib o'zlashtirib turishimiz kerak bo'ladi. Endi bu turg'unlikka sabab bo'luvchi omillarni yengish uchun nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Ya'ni yengib o'tish yo'llari haqida gaplashadigan bo'lsak, bu birinchisi kasbiy refleksiya, ya'ni o'z faoliyatini baholab borish. Biz har doim o'z ish faoliyatimizni baholab boradigan bo'lsak, turg'unlikdan sal uzoqroq chetlashib yurishimizga sabab bo'lishi mumkin. Superviziya va interviziyalarda ishtirok etish ham yengib o'tish yo'llariga kiradi. Kasbiy malaka oshirish, ya'ni treninglar, seminarlar orqali bilimlarimizni yangilab borish ham bu stagnatsiyaga yengib o'tishimizga sababchi bo'lishi mumkin. Psixogigiyenik choralar keyingisi, ya'ni dam olish, stressni boshqarish usullarini qo'llash hisoblanadi. Endi yangi faoliyat shakllarini sinab ko'rish, masalan, guruh terapiyasi, psixodiagnostika yoki ilmiy faoliyat bunga misol bo'la oladi. Bugungi mavzumiz orqali asosiy sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan bilim va fikrlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.